Assalomu alaykum. Bekbod aka, qandaysiz? Yaxshisizmi? Tinchsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Ishlar bo'ladi. Mana malina bunday bo'lib bo'ylari o'sib qoldi. Bekbod aka, bo'yi ko'tarilib ketdi. Darini berdim. NPK'dan olib kelib chashdi. Bunday bo'lib bo'ylari o'sib ketdi desangiz, ham shamolga jig'ilmaydi bular. Ne qilaman men? Baylayinmi? Bekbod aka, zim tartib baylashim kerak bo'lib qoldi уже. Je, bu yil baylab qo'ysam bo'ladi. Keyingi yillar bunday bo'ylari o'sib nima bo'lib qoldi-da? Tizedan o'tib ketdi-da bo'yichi. Kecha daridan keyin siz aytgan darini salgandan keyin reska ko'tarildi. O'tin tozalab, anan suv qo'ydim-da, darini salib turibchi. Suv qo'ydim-la, bunday bo'lib bo'yi ras o'sib ketdi. Ko'rdingmi? Jig'ilib qolmay bular hozir. Bo'yi shuncha bo'lib o'sib qoldi.